O'tganda tuqqa yo'qlab Toshkentga chiqdim. U yerda bizning bir cho'ng dadimizning o'g'li bor. She'rga bakavas qildigan. Ammo u yerda cho'nglar Uyg'ur tilida, yoshlar, navrichavorlar o'zbek tilida paranglashir ekanda, men dedim, "Ancha-mun she'r yozib turyotamsiz?" "Yozib turaman. Ko'plagan she'rlarni yozganman." "Biz chiqyotam do'st. Ko'plagan ma'noli she'rlarni gazetga yuborsam, matbuotga bosmayapti. Nimishga? Ma'no yo'q deyap. Shunaqa yaxshi she'rlarim bor, sizga o'qib berayin, a?" deb bir ko'plik she'rni oldi. Ma'no bor yo'qligini o'zingiz biling. Yaz yaxshidir, yaz yaxshi. Yazdan keyin kuz bo'lar. 99 ga agar birini qatsam 100 bo'lar. Voy bek ma'noliq kam bo'lsam. Yana bir ko'plik bor. Daryodan suv ketganda qash ko'rinadi. Tuvoqni ko'tirsangiz ash ko'rinadi. Sochni aldirsangiz bosh ko'rinadi. Ko'sa odam har doim yosh ko'rinadi. Shunaqa ma'noli she'rlarni yozib yuborsam bosmay, boshqa bir shoirning she'rlarini gazetga bosdilar. Uni ham ashulachi qiz yigitlar qo'shiq aytib restoranda ohangga solib qo'shiq aytib yurishibdilar. Sho'xshiq o'ynang yorim daryo bo'yinda, sho'xshiq o'ynang yorim daryo qirg'oqlarida. Nimaga sho'xshiq o'ynaydi daryo tursa? O'ynayotganda shalaqqada suvga tushib ketsa qanaqa qilasiz? Ha? Men ham yozish kerak, biroq oqibatni o'ylash kerak-da. Men ham o'zgartib yozdim, sho'xshiq o'ynang yorim rishatkasi bor daryo bo'yinda. Demak, cho'nglarning qiziqishi, yoshlarning qiziqishi har xil bo'ldi. Cho'nglar uning o'xshamaydi. Yashangan kishilarimiz, cho'ng dadlarimiz, otalarimiz, ya'ni o'ziningki burunqi ishlar o'tmish to'g'riliq paranglashadi. Mening bir cho'ng opam bor Urumchida. Davomliq kechida ko'rgan ishni atdiganda o'raydigan. Oqshom qarang tushimda, mush ko'p osmonda uchib atqadakma. Bir kanda yenimda birisi ushqanda qildi, mashtali qarsam, buni televiziyada ovoz berdigan yolqin safar, mashak bir chambarakni taqab olibdi, uchib atqadak. Men uyay, bu bola g'aribga o'z yolg'iz nomag'li mengibdi-da, debidakmi? Esa yendik ayol, "Voy, ushqa yaxshi. Shuning bilan qarangmish bir kanda mush olim kamlarning kuni qorasi degidakmi? Eliq peshayvallar o'z bitcha, moyoqda bir qor yog'ashining tegida Ömerjon olim mashadin bir qo'li cho'rtli yo'q, putida duttachilib, onam-onamni aytib bir kamdilar mush oppoq tumanning ichida yugidakmi? Tumanning ichidan oppoq chapanni kiyib, oq otni minib, qo'lda bir tal jajagayni shimib, rahmatga yashaysiz. Kevatqidak. Uyay deb yeniga basam, heliq jajagayni menga beribdi-dak, men opdi-dakmi des. Voy jajagay bagini yo'ligini arvala yo'laydi. Ang'ichlab mushu jiyanning ichidagi heliq koni to'no degidakmi? Ha, zunun qizlar nay yaqqan. Esh to'noda Odilmijit ha deb nay yaqvatqidak. Bir kamdikillar mush konsul ko'chib ketpag'idakmi? Oyoqdan Dilshod Roydin o'z ko'zi qamchi izga qechib kevatqidak,
kendini Hamid atını minip qoğlap atqıdak. Xaqla, xaqni doğurğanның aq ötü yaman deb atqıdak. Angıcılar mayaqtın işki çamadanını söret Mirzat Alim kevatqıdak. Oy balam negi mağdınız oy desem, Ürümçide ta koçularını çıkıp etti. Ta koçuğu könge adam çon koçuğu könemeydi ki kaşqağı mağdım deb atqıdak. Hani şundaq uzundan uzun işlerini köygen mehriban analarımız, xuşçaqçaq atalarımız bizning baxtimizga salomat bo'lsin. Qiz, o'g'il, kelin-ketek, kiyi-o'g'il, navri-chavrlar yig'ilgan mana shundaq ulug' ayam kunlarda uylarimizga barakat yog'sin. Tilaydiganim ilohim etliq dasturxonlarimiz mo'l bo'lsin, to'y ustiga to'y bo'lsin. Rahmat. Allah'ım sabahın kutucu varsan. Allah, duruk gelmemiz var. Yeni içip gitti de bu. Ulan, hoş kısa bulduk mu? Bir toplarım. Vallahi kırpasam, sattılar beşaklık. Ama kolanı tamamı etken tabaklarına tatlısı mı? Vay cık gap kımaya uğdun ekran cügemem. Vay onun da gap yok. Mercuma otururken küçük sağ. Kaşramtı. Yüzüne oturuyor. Kara oturma kızdık. Paltını organdan sunmasa tıkı. Ocuğun tüküde konmasa tıkı. İkisinin acını söylemese tıkı. Ocakta barazlap koymasa tıkı. Dünyada hamidin otun bulmaktaysa. Otun. Bunda kızıklarca meni içimge lıq toşup gitti. Oğuştup tamıqanını etmisem tehi. Ballarının dədigi yetmisem tehi. Mesbop gelsen çoğuyu ketmisem tehi. Dünyada hemmeden hotun bulmak tez.